Assalomu alaykum. Sizlar bilan Suhrob bu O'zbeksaidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gap ketadi, xullas nima haqida gap boshlaymiz va hokazo. Bugungi video obzorimizda, ya'ni sizlarda shu talablaringizga binoan, ko'pchilikning talablariga binoan va aktivlikni hisobga olib, ko'plar aktiv mana shu boshqa videolarimga nisbatan aktivlik ko'rsatganligi sababli sizlar uchun Bloom haqida ham video qilishga qaror qildim. Ya'ni umuman Bloom haqida kanalimda rosa ko'p tiqilib yotibdi. Bloom haqida qilganman bundan oldingi videolarimda ham. Xuddi shunday davom ettiramiz. Ya'ni mavzu Bloom'dagi yangiliklar va ma'lumotlar. Nima bo'ladi, listing qachon va hokazo. Listingni anaqa hozircha xullas listingni ham shularni ham hammasi va nima yangiliklar, nimalar bo'lishi, o'sha kelajagi, o'sha kimdir so'raganday va hokazo hammasi haqida sizlarga aytib beraman. Umuman iloji boricha sizlarga maksimalniy darajada shu ma'lumot to'plab gapirish berishga harakat qilaman. Sizlar esa xullas qulay o'tirib olib bemalol shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, ancha sizlarda Bloom'ga aloqador tushunchangiz, fikringiz уже hosil bo'ladi. Xo'sh, nimalar birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda masalan foydalanuvchilar soniga qarasangiz, уже 11.360.000 70 kitob. Bu albatta kamayishlar soni, ko'plar masalan zerikib ketdi уже. Masalan, o'zi bilsalaringiz kerak, menimcha aprel yoki may oylarida boshlagan. Men masalan shu may oyida boshlagan, menimcha shu 31 mayda boshlagan ekanman shunday. Shu bilan beri qilgan, даже birinchi sezonda airdrop tarqatmasdan ikkinchi sezonni boshlashga olishdi. Bu yana minus bo'lishdi va hokazo shunday interfeyslar bo'lganda orada endi baribir yangi foydalanuvchilar qo'shildi. To'ydek ko'p obzorlar qilib birga shu Bloom ekosistemasi, Bloom haqida tanishdik. O'zi вообще-то Bloom'ni ekosistemasi yo'q. Даже bu proyektni o'zini ham даже unaqa tugatgani yo'q to'liq 100% darajada. Undan oldin 100 tugatguncha boshqalar o'zi konkurent bo'lib olishdi u Bloom'ga. Masalan, bularga Telegram Wallet va hokazo bo'lishi mumkin. Xo'sh, давайте birinchi o'zimizga kerakli, ya'ni dashboard, ya'ni asosiy sahifamizdagi nimalar o'zgardi masalan. Shunaqa interfeys bo'lgan. Oldingi interfeys ham adashmasam shunaqa edi. Masalan, bu Telegram Walletga bog'langan kошелек bo'lsa, masalan, men masalan Telegram Walletga qiziqmay qo'ydim. Binance qonuniy bo'lgandan beri, asosan shu Binance'da ishlayapman, qonuniy bo'lganligi sababli, masalan, Telegram Wallet qonuniy emas, bilsalaringiz. Va u Telegram Wallet undan tashqari ofis ochmoqchi bo'lgan. Shu bilan ular ham yo'q bo'lib ketishdi. Chunki вообще-то Telegram Wallet o'zi narsasi o'zi anaqadan qurishgan. Ya'ni P2Pdan iborat-ku, lekin yangilikni agar eshitgan bo'lsalaringiz kerak, ya'ni Telegram Walletda, ya'ni Bloom'da bor narsa. Ya'ni biz bo'lamiz, ya'ni Telegramda birinchi kripto birjaga aylanamiz. Hech qanaqa Telegramdan chiqib yotishi shart emas degan narsasini уже Telegram Wallet o'g'irlab qo'ydi. Ya'ni Telegram Walletda xohlagancha anaqa coinlar, ya'ni kriptovalyutalarni endi savdo qilishingiz mumkin. Binance'ga kirib o'tirmasdan yoki hech qanaqa narsalar qilib o'tirmasdan bemalol shu Telegram Walletda o'zida savdo qilishingiz mumkin. Trade bo'limi keldi. Bular haqida ham agar qiziq bo'lsa qilishim mumkin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldingizlar, keyin balkim qilaman bu haqida ham. No, lekin asosiy yangilikka bordim. Ya'ni bu egallab oldi, ya'ni hali Bloom bu ya'ni sen bo'lguningcha men bo'laman degandek Telegram Wallet bo'lib olishdi. Undan tashqari Gate.io ham ko'rdim va ko'payib ketishdi, lekin birjalar va hokazo trade. И har xilcha masalan 100% xuddi Telegram Walletga o'xshaydigan yokida qanchadir qismini Bloom'ni o'zini g'oyalarini. Ya'ni Bloom o'zini g'oyalarini aytib bunday qilguncha ular уже boshqalar уже fokus qaratib уже qilib qo'yishdi. Xo'sh, mana запустить token, ya'ni o'zingizda tokeningizni yaratsangiz bo'lar ekan. Xo'sh, yana trading bot, ya'ni tradingda savdo qilishingiz mumkin, futuresga aloqador, xohlasangiz qilishingiz mumkin. Menga unaqa qiziq emas. Men iloji boricha bu unaqa memcoin va unaqa tapilka yoki va hokazolarda iloji boricha minimal darajada umuman pul sarflamasdan, ya'ni sarmoyasiz daromad qilish uchun mana shu proyektlarda ishlayapman. Sizlar qanday ishlayapsizlar? To'g'ri, endi masalan bunaqa boshlandi, masalan sarmoya qilish kerak. Agar sarmoya qilish kerak bo'lsa qilaman, lekin iloji boricha sarmoyasiz qilaman. Chunki bu masalan meni kripto sohaga ishonishimga qilgan, xuddi sizlar ham menimcha shu ishonish uchun shu qanday qilyapsizlar. Bunisida Notcoin bo'lgan, keyingisi unaqa Dox yaxshi berdi. Undan tashqari yana boshqalar va hokazo. Xo'sh,
Shuning uchun anaqa ishonish uchun bunaqa Bloom'da ishlayapmiz. Ya'ni sarmoyasiz daromad kapitalizm, boshqa investitsiya, staking va hokazo o'sha mining va hokazo boshqa proyektlarga ishlatib investitsiya qilishingiz mumkin. Yoki kriptovalyuta olib o'sha narsalarni ham qilishingiz mumkin. Undan tashqari shu. Xo'sh, mempat bo'limi bor, ya'ni mempat mana bu bo'limni bunaqa bunga qo'yib qo'yishgan. Nima keragi bor o'zi? Bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. G'alati. Qiziq. Keyin masalan docs interfeys ko'rinishi sal o'zgargan bo'lishi, bu yerda yangiliklar bo'ladi, buni o'tkaza olmaysiz. Faqat shu o'zi o'tkazsa bunday bo'ladi. Masalan, high risk, high reward trade mumkin. Ya'ni katta risk degan tavakkal qiling, ya'ni katta anaqa sovg'in. View the MP and BNB leaderboard, ya'ni o'zingizda ko'ring masalan. Masalan, men unchalik aktiv faol emasman, onda sonda kiraman. Men masalan unchalik juda ham aktiv ko'p vaqtim yo'q bu narsa uchun. Tем более bu memcoin, tapilka bunaqa kriptovalyuta. Men masalan miningda kriptovalyuta mining qilaman. Bunaqa memcoinlarni mining qilmaganim uchun shunaqa unchalik vaqt ajratmayman. Lekin bu yaxshi boshlang'ich asarlar unaqa uchun. Men ham masalan boshida shunday qilganman. Lekin buni tugatib unaqa tashlab qo'ymayman. Bu ham yaxshi proyekt. Ya'ni siz bu proyektda ishlab ham opit ham olasiz shunday. Xullas ko'rganlaringizda shu o'zingizda ham chiqishingiz mumkin. Bloom pointlar bo'yicha mem pointlar. Endi Bloom va mem point. O'zi вообще-то shuncha paytgacha Bloom point chiqqan bo'lsa, keyin уже mem point уже yaqinda уже chiqqan ekan. Xo'sh, farqi nima? Mem pointda Bloom pointga nisbatan qadri baland, ya'ni unaqa ulushi, dolyasi baland. Agar sizda mem point ko'proq bo'lsa, sizda Bloomda o'shanaqa airdrop va hokazo yutuqlar olish imkoniyatingiz kattaroq bo'ladi, chem Bloom pointdan ko'ra. Shuning uchun iloji bo'lsa mem point olishga harakat qiling. Mem point olish uchun esa albatta siz trade savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Agar shu narsaga tayyor bo'lsangiz qiling. Men hali olib ko'rganim yo'q, balkim qilarman shu narsaga. Agar qiziq bo'lsa, dolzarb yoki shunaqa narsa bo'lsa, balkim sizlar xohlasalaring. Bloom points esa bepulga ishlaysiz. Gap shunda. Bo'ldi, все masalan. Top 50lar liderboardi shunaqa ekan. Masalan, Bloom point bo'yicha menda masalan 876.187 ta 11 millionta kishini shu ro'yxatdan balkim 11 milliontadan ko'p. Bu hozir просто faol. Bloomda hozir foydalanuvchilar soni ko'rsatilgan masalan. Mana shu faol, ya'ni faol anaqa qo'yilgan. Lekin registratsiyadan o'tgan insonlar soni qancha bo'lganini bilmaymiz hali. Ko'p, lekin rosa ko'p shunday. Bo'ldi, все. Keyin mana yana Mo'ralf o'zini X akkauntini reklama qilyapti. Bilasizlar, X akkaunt ijtimoiy tarmoq, juda ham muhim ijtimoiy tarmoq dunyo bo'yicha. Siyosiy va hokazo bu juda ham qiziqib ko'ringizlar, tavsiya qilaman. Keyin mana Free Crypto Education and Bloom, ya'ni Bloom akademiyadan bepul bilimlar olishingiz mumkin, tajribalar olishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin ekan shunday. Xo'sh, mana mem pointda mana shu торгуй и зарабатывай, ya'ni savdo qil va ishlagin deb mem point qilgan. Menda halicha hozircha yo'q. Balkim qilaman. Create your meme coin and earn meme points deyapti. Ya'ni meme coin izni yarating deyapti va earn meme points, ya'ni meme pointlar ishlab olishingiz mumkin ekan. Yaxshi. O'zi вообще-то bunaqa memqat bo'limini bilsangiz, bitta Bloomda endi birinchi marta chiqdi deb o'ylasangiz, yo'q, xato qilasiz. O'zi вообще-то pump degan bitta sayt bor. Unda har safar unaqa har xilcha sekundiga, minutiga shunaqa xuddi chiqadi, xuddi shunga o'xshab. Xuddi shunday, xullas, bu ham bunaqa kopiya qilib o'g'irlab olishgan. Bu ham hozir normal, shundan sal daromad qilishyapti. Keyingisi, xo'sh, bular xullas tushuntirib o'tdim. Endisi drop game hali o'sha cho'ta negadir u ham uncha aktiv bo'lmay qoldi. Keyin bo'ldi, shu anaqa o'zizni communitizda bor bo'lsa, keyin dohod bo'limiga kirsak, masalan, yangi partnyorlar, ya'ni media partnyorlar, hamkorlar bir-birini reklama qilib yoki kimdir pul berib yoki shu, ya'ni Bloomda pul yo'qligi sababli shu o'z вообще-то shu anaqa hamkorlar izlab shunaqa qilib, bir o'zini reklama qilib rivojlantiryapti, shunday. Xo'sh, 106-chi potok bo'lsa kerak bu, shunday tushuntiryapti. Weekly, ya'ni haftalik narsalarni qilmagansiz, har doim shunaqa yangilanib turaveradi bunday. Shu narsalarni ham qilib turishingiz kerak. Ko'rganlaringizdek qilish kerak ekan va mana videolarni ham ko'rishingiz kerak. Masalan, men bularni qilaman, lekin masalan videolarni qilishga rosa erinaman, to'g'risi. Kodini ham aytib bu narsalarni qilish kerak. Buni endi oxirgi listingga qolganda masalan yig'ib qo'yaman, keyin hammasini qilib tashlayman. Tем более videolar ham kam. Ungacha mana ularni qilib turishingizni tavsiya qilishim mumkin. O'zim ham qilyapman masalan shunday.
Bo'lsa Mempatda ham xuddi yangi tokenlar, yangi mem coinlar va hokazo o'sha narsalar bo'lyapti. Tokeningizni yaratishingiz mumkin ekan. И bir xil interfeys uncha o'zgarmagan. Xo'sh, daromad qilishga kerak bo'lsak, agar siz mem coin'ingizni yaratsangiz, ko'plarga skam berishingiz kerak. Ya'ni hammasiga skam berib, ya'ni konkurentlaringizni yo'qotib, o'rniga shu anaqa ko'proq o'sha savdo olib kelishingiz kerak. Ya'ni investor kelishi mumkin. Ya'ni qanday qilib jalb qilish mumkin puli ko'p odamlarni. Ya'ni masalan shunaqa e'tibor jalb qiladigan ko'z belgisi yokida qandaydir mashhur brendlarni mana bu bekorga qo'ymayapti. Bularni jalb qilish uchun. Masalan, lo'q odam bu yerga kelib savdo qilib oladi, bu bilan foyda erishadi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun shu narsalarga ham e'tibor bersangiz, balkim shunaqa ko'proq daromad qilishingiz. Bu to'g'ri, endi mana shunaqa ayyor. Lekin anaqa o'sha brendni o'zlari ko'rib qolsa, lekin sizlarni shunaqa qilishadi, shunday. Endi shunaqa hazil, просто sizlarga life hack qilmoqchi bo'lsam, men ham qilish niyatim bor. No, uncha qiziqmayapman to'g'risi memcoinga. Chunki memcoin qilish uchun auditoriya kerak, bir xillarga farqi yo'q. Maktab o'quvchilari qilib skam olib ketyapti, quri shuncha yaratganiga, to'nga yaratgan puliga kuyapti, как shunday. Shunday. Keyingisi mana bu друзья, mana bu reytingni ko'rsatibdi. Xo'sh, mana bu mempointda yo'q, bloompointda bor ekan. See all hammasini ko'rdik bu narsani. Ton bo'yicha, ya'ni do'stlarni taklif qilish kerak, ya'ni ko'ryapti otих друзей торговый комиссия, ya'ni shu trade qilib savdo qilsa 20% olar ekanmiz va do'stlarni olsa, do'stlaridan esa 2,5% olar ekanmiz. Qanday ishlaydi shular parametrlar tushuntirilgan, yangi anaqa obunachilardan ham albatta yangicha odamlar ham qo'shilyapti bizga. Xo'sh, pointi mana ko'rib turibsizlar, получать заработать друзьями, point va shu narsalarni tushuntirilgan. Shunday qilib shu anaqa do'stingizni qilaman. Skaner qilib olsangiz, agar Bloom sizda yo'q bo'lsa, hoziroq mana shu videoni to'xtatib skaner qilib oling. Shu bilan shartta Bloomga kirishingiz mumkin. Yokida Bloomni silkasini qoldiraman kommentariyaga. Yangilar bo'lsa, hali Bloomni boshlamaganlar bo'lsa, qiziqqanlar shunaqa bo'lsa, bemalol shu pastda silkani qoldiraman. O'sha birdaniga kirib registratsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Registratsiyadan o'tish uchun albatta anaqa email pochta kerak bo'ladi. Shularga ham aytaman. Bu как yaxshi proyekt bunaqa, но lekin что-то bular davom ettirishda что-то sust вообще bo'lishyapti. Что-то nimadir bo'ldi bularga, как shunday. Bu yerda mana kошелек o'zgarmagan bir xil. Masalan, kошелегida uncha faol emasman. Telegram walletnikini как sinxronlashtirilgan, collaborate qilib Bloom bilan chatishtirishgan, как shunday. Bo'ldi, shunaqa umuman olganda, endi sizlarga o'zimni fikrim va o'zimni izlanishlarimdan kelib chiqib sizlarga aytaman. Xo'sh, Bloom qandaydir biznes bilan pul qo'shilib ochilganmi deb o'ylaysizlarmi yoki qandaydir katta puli yo'q. Bloom вообще-то bu startap hisoblanadi. Bloom ya'ni startap nima degani bo'lsa, men masalan startap ishqibozman, nafaqat kriptoda, balki ya'ni startap bu masalan tasavvur qiling, sizni pulingiz yo'q, lekin g'oyangiz yoki qandaydir biznes qilishni xohlaysiz, uning uchun pul kerak. Pulni kimdan olasiz? Investordan olasiz. Investor sizga qandaydir shartlar evaziga pulni beradi, чтобы siz uni pulni ko'paytirib berishingiz uchun. Siz unga foydaga kirasiz va foydaga kirganingizdan so'ng uni pulni qaytarib berasiz, qanchadir o'zi xohlagan. Va shu bilan investor ham anaqa ko'ngli to'q, siz ham ko'nglingiz to'q bo'lib shunday qilib davom ettirasiz. Aytgancha mana bu Telegram ham borku, shu yaqinda mana shu 2025-yildan уже o'zini foydaga kirishni boshlagan. Shuncha paytgacha qarzga kirgan. Ya'ni u ham startap bo'lgan. Ya'ni investorlarga jalb qilib, oxiri 2025-yil shunaqa o'zini foydaga kirishdi. Bu ham balkim kim biladi, balkim qarz olib yotgandir, balkim kim biladi, balkim bular ham как investorlardan qarz emas вообще-то. Investordan pul olish, как investor ishonib pul tikadi. Masalan, ota-onangiz sizga pul tikadi, xuddi shunaqa. Qarz bermaydi-ku. Xuddi shunaqa, как shunday. Mana bu Bloom ham xuddi shunaqa. Что-то shu startap puli yo'q demoqchiman bularni, как bunaqa endi investor jalb qilyapti. Masalan, yana bitta fakt sizlarga, masalan, konferensiyalarni videosini qo'yadi, masalan, kanalimni e'tibor bergan bo'lsangiz. O'sha konferensiyalar kanalida ham albatta shu narsalarni anaqa qo'ygani, ya'ni yangi partnyorlar topadi, bir-birini reklama qilish uchun yoki qandaydir bir-biri bilan pul ishlash uchun yokida shu investorlarni jalb qilib bir-biri bilan shunday qiladi.
asosiy ishchilariga ham o'ziga qarasangiz, masalan, o'zini glavalariga, ya'ni boshlariga qarasangiz, masalan, Binance'da ishlagan oddiy как anaqa shu startap qurish uchun вообще-то o'sha sohada ishlayib opit olgan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa opitsiz sizga juda ham qiyin bo'ladi. Ну, shu yergacha borishdi, lekin mana shu birinchi mavsumda airdrop bermagan xato qilishdi. Shuning uchun ko'plar ketishdi. Bu bir tomondan plyus, bir tomondan minus ham bizga ham ular uchun. Masalan, plyus tomoni bizga masalan konkurensiya kam bo'ladi, doля ko'p olamiz agar Bloom'da ko'proq pul bo'lsa. Lekin masalan Bloom'da kam pul bo'lsa, ya'ni o'sha qiziqish yo'qolib, odamlarga ham, investorlarga ham bo'lsa va odamlar ham kam bo'lganligi sababli bizga minus bo'ladi, shunday. Har tomonni ham o'ylab ko'rish kerak. No, davom ettiramiz. Hali yangiliklar oldinda. Buni vaqt ko'rsatadi, endi Xudo biladi nima bo'lishini. No, xullas, buni umid qilamizki, yaxshiroq foyda olamiz. Xuddi mana shu Notcoin kabi Bloom'dan ham yaxshiroq, chunki o'zlari ham va'da berishuvdi, как Bloom'dan ham, Dox'dan ham yaxshiroq bo'ladi, Hamsterdan ham zo'r bo'ladi deb. Endi nasib inshaalloh ko'ramiz. Niyat qildik shunday. Aytgancha xullas, mana bu sayti ham uncha o'zgarmagan, unaqa bir xil sayt, unaqa как shu tanishib chiqishingiz mumkin. И Telegram ofitsialniy o'zini Telegram kanali bor ekan. Unda ingliz tili ma'lumotlar bor. Agar siz ingliz tilini tushunmasangiz, o'zimni Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda shu YouTube'ga qo'ymaydigan kontentlar, narsalar, postlar va hokazo narsalar qo'yib boraman va undan tashqari Bloom'ga aloqador tarjimalari va hokazo Bloom'ga aloqador ma'lumotlarni ham tashiyman. Shunday, Telegram kanal, keyin yana Bloom'ni silkasini qoldirdim. Shu ulanmoqchi bo'lganlar shu ulanishi mumkin. Hali ro'yxatda o'tmaganlar, давайте, kech qolmanglar, maksimalniy harakat qilinglar. Agar siz masalan 0 bo'lsangiz, lучше sizga tavsiya qilaman tez kuchayib olish uchun pul ya'ni kiritishingizni yokida shunaqa kutib, shunday qilib qanchadir foyda olishingiz mumkin shunday. Undan tashqari pastdagi proyektlarda esa men qaysi proyektlarda borman, qaysi undan tashqari bir nechta proyekt kompaniyalarda Binance, Bitget, Whitebit, Blockchain Life 2025 kompaniyalarida hamkoriman. Shularda ham albatta shu anaqa kirib, albatta tanishib ro'yxatdan o'tsangiz, men aytgan qilib berilgan narsalarga kiritib qilsangiz, albatta imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shularda ham bor edi. Xo'sh, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Albatta, undan tashqari like tugmachasini bosishni unutmanglar. Do'stlaringizga ham ulashib qo'yishinglar, hammaga ulashinglar. Iloji bo'lsa kripto sohaga qiziqadigan bo'lsa, undan ham yaxshi. Va obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani bossangiz, har bitta video qo'yganimda birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Birinchilar bu degani birinchilardan bo'lib ma'lumotga ega bo'lasiz. Va shulardan iborat edi. Shu Uzbek Saidov kanalini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'linglar.